Bilasizmi, nega 90% traderlar har doim pulni yo'qotishadi, balki investorlar 90% har doim pulni ko'paytirib borishadi. Shu narsani sizlarga tushuntirib o'tib ketaman. Birinchisi, traderlar har doim ko'p qaror qabul qilishadi. Bu psixologiyaga juda katta bosim bo'ladi. Sababi ko'p traderlar aytishadi, siz kuniga 4 soatiga 2 soat, 1 soat vaqt ajratishingiz mumkin va zelkalar bilan xohlagancha foyda qilishingiz mumkin. Uyingizda торговля qilib deyishadi. Bu narsa xato bo'ladi. Ko'pchilik yolg'on gap gapiradi. Investorlarda bunchalik darajada ko'p qaror bo'lmaydi. Chunki investorlar har doim yozuv chizuvlar bilan yurishadi. Zelkalarni ochib, Google Sheet'lar bilan to'g'irlab va hokazolarni to'g'irlashadi. Ikkinchisi bu komissiya. Komissiyalarda traderlar juda ko'p zelka торговля qilganligi sababli komissiya juda katta bo'lib ketadi. Sababi day traderlar oyiga 100 ta 200 talab торговля qilganligi sababli $1000, $2000 atrofida komissiya bo'ladi. Ko'pchilik bu narsani sezmaydi, chunki brokerlar spreaddan yoki imенно kichik komissiyalardan, skryuti komissiyalardan pullarni olib olishadi. Uchinchisi bashorat qilib bo'lmaydi. Sababi 2020-yilda ko'p aksiyalar, ko'p kriptovalyuta va hamma bozor tushib borgan. Ko'pchilik traderlar shu payt zarar bo'lgan va yaqin orada ham hozir bubble bo'lyapti deb o'ylab traderlar ko'p торговляlar qilib tashlab zararga chiqib ketishyapti. Investorlar har doim pullarini fiksatsiya qilib, reinvestitsiya qilib kiritib borishadi. Faraz qilamiz, Apple aksiyasini $200 sotib oldingiz, narxi tushib ketdi $150 va yana sotib olamiz. Chunki biz depozitni nechadir qismiga sotib olgan bo'lamiz, diversifikatsiya kuchli bo'ladi. Siz ham investitsiya qilishga tayyormisiz? Bunda meni kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Chunki men 7 yillik tajribamni ulashib boraman sizlarga Telegram kanallarimda, YouTube'da va Instagramda.